Bolam 18 yoshga to'ldi. Endi vitamin bersam bo'ladimi deb yozibdilar bitta ayol. Assalomu alaykum dedim, undan narisiga o'ta olmadim. Kelinglar 18 ga to'lmagan bolalarga vitaminlarni tavsiya qilib o'tib ketaman. Birinchisi multivitamin kompleks. Bu bizada hamma vitaminlarni birga qo'shilgan bitta kapsuladagi ko'rinishi. Demak, ichida yod, selen, D3, B komplekslar va albatta biotin bor. Soch o'sishi, suyaklar rivojlanish hammasini ta'minlab beradi. Keyingisi omegani ichida glitsini bor biznikida, juda ham kerakli narsa. Ma'lumotlarni, bola informatsiyalarni zo'r qabul qilishini ta'minlab beradi. Demak, miya faoliyati yaxshi ishlaydi, eslab qoladi, tushunadi, savollar beradi. Omega kerakli yog'larni yetkazib beradi. Bolajonlar ko'pincha bulочка, hot-dog shunga o'xshagan narsalarni yegani uchun ularga kerakli yog' yetishmaydi. Shu kerakli yog'ni yetkazib beradi. Bu ham 3 yoshdan boshlab mumkin. Kuniga 3 ta ichamiz va kunlik dozamizni olamiz.